Bu narsa surunkali ravishda qaytalansa, ertaga organizm o'zi testosteron ishlab chiqarmay qo'yadi. Natijada tuxumlarning razmeri kichkinalashib ketadi. Ertaga bepushtlikka olib keladi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun YouTube platformamizdagi navbatdagi videomiz global mavzu. Hozirgi kunda nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qiziqtiradigan va xavotirga soladigan testosteron mavzusi haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, televizor orqali yoki ko'cha-ko'yda umuman tibbiyotga aloqasi bo'lmagan odamlar ham testosteron haqida gapirib, testosteroningizni ko'tarib beramiz, testosteronni doimiy ravishda baland ushlaymiz, testosteronni ko'paytirish uchun mana buni iching, buni qabul qiling, u dorini iching, bu dorini iching degan gap so'zlar juda ham ko'payib bormoqda. Men bugun mana shu testosteronni ko'tarish uchun nimalar qilish kerak, qanday vositalardan foydalanish kerak, qanday tartibda yashash kerak va nima dori vositalar testosteronni ko'taradi, tabiiy vositalar qanaqa bo'ladi, uy sharoitida testosteron tabiiy ko'tarish yo'llari, umuman olganda testosteronni tushishiga nima o'sha omillar sabab bo'lishi haqida bugungi videomizda gapirib o'taman. Umuman olganda birinchi o'rinda to'xtaladigan mavzuyimiz testosteron o'zi nima? Testosteron bu gormon, erkaklik gormoni, erkaklarga xos bo'lgan gormon. Hamma erkaklarni o'sha tuxumida leydiga degan hujayralar bo'ladi. Mana shu hujayralardan testosteron gormoni ishlab chiqariladi. Hamda bu gormon organizmda erkakni erkak qiladigan, uni ovozlarini qalinlashtiradigan, uni tanasidagi tuklarni chiqaradigan, erkak kishiga xarakter beradigan narsa bu testosteron hisoblanadi do'stlar. Testosteron tushsa nimalar bo'ladi? Hozirgi kunda o'sha ko'p yoshlarimizda yoki kattalarimizda stress, depressiyaning ko'tarilishi yoki bo'lmasam shunga o'xshash holatlarning doimiy ravishda takrorlanishi testosteronning tushib ketishiga sabab bo'lyapti. Aynan stress, depressiyaning testosteronga nima aloqasi bor degan savol yuzaga keladi bunday vaziyatda. Bosh miyamizda umuman inson organizmini boshqaradigan gipotalamus degan o'sha bezimiz bor. Mana shu gipotalamus bezidan gipofiz degan bezni boshqaradigan gormonlar ishlab chiqariladi. Aynan mana shu gormonlarning ishlab chiqarilishiga prolaktin va dopamin degan moddalar ta'sir qiladi. Aynan inson doimiy ravishda sport bilan shug'ullansa, jismoniy zo'riqishda bo'lsa, doimiy ravishda dopamin miqdori insonning organizmida oshadi. Faqatgina jismoniy zo'riqish emas, insondagi yaxshi kayfiyat, ishdagi xursandchilik, oiladagi tinchlik, umuman olganda yaxshi uyqu ham dopaminni doimiy ravishda yuqori saviyada ushlab turadi. Dopamin yuqori saviyada organizmda ushlab turilsa, u o'sha gipotalamusdan chiqadigan gormonlarni miqdorini oshiradi. Bu nimaga olib keladi? Aynan gipofizga kelib, ishini tezlashtirishi natijasida tuxumdagi o'sha leydiga hujayralari stimullanadi va testosteron ko'payadi. Ya'ni ba'zi insonlar bo'lishi mumkin, men doimiy ravishda yaxshi uxlayman, sport bilan shug'ullanaman, to'g'ri ovqatlanaman deydi, lekin bularda testosteron past bo'ladi. Sababi ularning ishi doimiy depressiyada. Doimiy o'sha ishida asabbuzarliklar ko'p bo'ladi, stress ko'p bo'ladi. Mana shunaqangi ma'naviy nagruzkada yashaganligi uchun ularda dopamin miqdori tushib ketadi, natijada testosteron kamayib ketadi. Umuman olganda testosteronni tabiiy ko'tarish yo'llari haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu sifatli uyqu hisoblanadi. Inson organizmidagi o'sha endokrin bez sistemasi inson uxlaganda faol ravishda ishlaydi. Aynan bizning xarakterimiz, jinsiy aloqamiz, ereksiyamiz, bizning kuch-quvvatimizga javob beruvchi testosteron ham inson normal, yaxshi uxlagan holatida ko'plab ishlab chiqariladi. Hozirgi kundagi yoshlar esa aynan kechasi soat 1-2 gacha ko'chada yuradi, telefon o'ynaydi, xullas uyqu yaxshi emas, ertalab bo'lsam soat 9-10 gacha uxlaydi. Bunday vaziyatda organizmdagi o'sha gormonal disbalans buziladi. Natijada nimalar ro'y beradi? Natijada o'sha testosteronning surunkali ravishda kam ishlab chiqarilishi ertaga testosteronning tushib ketishiga va uylangandan keyin aloqani yaxshimasligiga yoki tez bo'shanish kabi shikoyatlarga sabab bo'ladi. Endi testosteronni ko'taruvchi tabiiy vositalardan bu ikkinchisi sport bilan shug'ullanish. Ya'ni inson doimiy ravishda sport bilan shug'ullansa, jismoniy nagruzkada ko'proq yuradigan bo'lsa, bunda inson tanasidagi muskullarning kuchi oshadi. Inson tanasidagi muskullarning kuchi oshishi esa testosteronning
ko'plab ishlab chiqarilishiga, ko'plab sarf bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun doimiy aytamiz, aynan o'sha trenirovkada yuradigan odamlar yoki sport masterlar bilishadi, trenirovka qiladigan odamlar to'yib bir kunda hech bo'lmaganda 6-8 soat uxlash kerak deb aytishadi. Testosteronni bevosita ko'taradigan o'sha tabiiy mahsulotlarga keladigan bo'lsak, bu mahsulotlarga asosan dengiz mahsulotlari, misol uchun baliq oladigan bo'lsak, baliqda o'sha vitamin D, omega moddalari ko'p bo'ladi. Aynan boya yuqorida aytib o'tdim, testosteronni tuxumdagi Leydiga hujayralari ishlab chiqaradi deb. Aynan mana shu Leydiga hujayralarining ozuqasi vitamin D va omega moddalari hisoblanadi. Bundan tashqari sink moddalari ham testosteronni doimiy ravishda yuqori ushlab turishga yordam beradi. Endi testosteronni doimiy ko'tarib turdik yoki bo'lmasam normal testosteronga ega bo'lgan odam testosteron preparatlaridan foydalansa nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Juda ham global mavzu. Odatda bu mavzuga aralashmaslikka harakat qilaman, chunki aynan meni soham tibbiyot, urologiya, andrologiya sohasiga umuman tibbiyotdan xabari yo'q odam aralashsa menga yoqmaydi. Endi aynan hozirgi kunda o'sha trenajyor zallarda yoki o'sha fitness klublarda yoshlarning o'sha sport bilan shug'ullanish jarayonida testosteron olib qo'yishi nima oqibatlarga olib kelishi haqida qisqagina to'xtalib o'taman, chunki mana shu borada juda ham menga ko'plab savol keladi. Testosteron olib qo'ydim yoki testosteron olmoqchiman, ertaga nima oqibatlarga olib keladi deb. Tasavvur qiling, organizmingizda testosteron ishlab chiqarilyapti tabiiy ravishda inson organizmida. Endi siz tashqaridan testosteron kirityapsiz. Bunda nima jarayon yuz beradi? Iloji boricha meditsina tilida emas, oddiy tilda tushuntirishga harakat qilaman. Tashqaridan testosteron organizmga kiritilganda bosh miyada shunday hodisa ro'y beradi. Organizmda testosteron yetarli ekan, bo'ldi, biz ishlab chiqarishimiz shart emas degan. Bu narsa surunkali ravishda qaytalansa, ertaga organizm o'zi testosteron ishlab chiqarmay qo'yadi. Natijada tuxumlarning razmeri kichkinalashib ketadi. Ertaga tabiiy testosteron organizmdan chiqmay qoladi va eng og'ir asoratlari ertaga bepushtlikka olib keladi. Qabulimizda bunday bemorlar ko'p bo'lgan. Aynan o'zining o'sha hayoti davomida testosteron qabul qilib, ertaga urug' foizlari 0 holatga tushib qolgan bemorlarning bir nechtasini operativ yo'l orqali tuxumlardan urug' izlab topganmiz. Bu qanaqadir bir ertak yoki qaysidir davlatda bo'lgan voqea emas, shaxsan o'zimizning o'sha praktikamizda bo'lgan jarayonlar haqida aytyapman. Ammo bu videoni ko'rgandan keyin sport masterlarining bir gapi bor. Men 10 yildan beri testosteron olaman yoki 5 yildan beri testosteron olaman. 5 ta bolam bor, 6 ta bolam bor. Meni 10 ta o'rtog'im bor, hammasi testosteron qabul qiladi, lekin hammasining farzandi ko'p degan savollar bo'ladi. Mana shu savolga oddiy bir tilda yechim bermoqchiman. Tasavvur qiling, oila a'zolaringizda 5 kishisizlar. Aynan 5 kishini ham bir vaqtda boshi og'risa-yu, 5 kishi bir xil dori ichsa. Misol uchun kupen, parasetamol farqi yo'q. Mana shu dorilar ichganda 5 kishidan qaysidir kishilarga 5 minutda ta'sir qiladi. Misol uchun 2 kishining bosh og'rig'i 5 minutda qoladi. Yana 2 kishiniki 20 minutdan keyin bosh og'rig'i qoladi. Yana bir kishiga bu dori ta'sir qilmaydi. Ya'ni bu inson organizmi. Alloh inson organizmini turli xil odamlarda individual yaratgan. Har bir inson organizmi har xil dori vositalariga turlicha reaksiya bildiradi. To'g'ri, sizni 5 ta, 6 ta farzandingiz bordir. Siz 20 yildan beri testosteron olarsiz, lekin bu degani hamma ham testosteron olsa 5-6 tali bolani tug'dirib tashlash qobiliyatiga ega bo'ladi degani emas. Mana shu narsani yoddan chiqarmang. Bu fan, bu ilmiy isbotlangan narsa, bu mexanizm, bu o'zgarmas narsa. Sizda qanaqadir 20 ta yoki 100 ta tanishingizdagi ma'lumotga asoslanib ilm fan qanaqadir nazariya yozmaydi. Bu yerda minglab, millionlab odamlar ustida ishlangan tajribalar asosida va shuncha yildan beri bo'lib kelayotgan shikoyatlar va bemorlarning o'sha bepushligi, testosteron tushib ketishi holatlari inobatga olingan holda tabiiy testosteron ishlab chiqarilayotgan odamda hech qanaqangi ereksil disfunksiyaga shikoyati yo'q odamga tashqaridan testosteron tarkibli birikmalar kiritilishi taqiqlanadi. Bu mumkin emas. Qabulimda shunday bemor bo'lgan, hali uylanmagan bola shunchaki o'sha bosh og'rig'i bilan shifokorga murojaat qilganda testosteron yozib qo'ygan holatlari bo'lgan. Va bu holat ertaga bu bolaning tuxumlarining kichrayib ketishiga va keyinchalik o'sha tuxumlaridan ishlab chiqariladigan urug' foizlarining keskin tushib ketishiga olib kelgan.
Mana shu holatlarda bitta narsani yodga solmoqchiman. Testosteron ukoli qachon bemorlarga yoziladi? Bemorni farzand ko'rish shikoyati yo'q bo'lsa, bemorning shikoyati ereksil disfunksiyaga bo'lsa, oddiy qon aylanishni ko'paytiruvchi yoki ereksiya qo'zg'atuvchi dori vositalarini olib turib ham hali hech qanaqa foyda ko'rmagan bo'lsa, ana shu bemorlarga maxsus ko'rsatma orqali shifokor nazorati ostida testosteron preparatlari qabul qilish buyuriladi. Qolgan holatlarda bu narsa istisno qilinadi. Shunday ekan do'stlar, iloji boricha sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Hozirgi kunda juda ham ommabop bo'lgan o'sha fast foodlardan kamroq iste'mol qilish kerak. Aynan fast food tarkibidagi trans yog'lar ertaga testosteron ishlab chiqarilishini keskin kamaytirib yuboradi. Shuning uchun sog'lom uyqu, sport bilan shug'ullanish, sog'lom ovqatlanish ertaga testosteroningizni doimiy ravishda bir xil normada ushlab turishga olib kelishi mumkin. 30 yoshdagi odam menda testosteron norma xohlagan paytimda aloqaga yaray olaman deb o'ylaydi. Lekin bu yolg'on ma'lumot hisoblanadi. Qabulimda juda ham ko'plab bemorlardan so'rayman. Aloqa sifati qanaqa desam, aloqa sifati zo'r deydi. Xohlagan paytimda turadi. Xo'p, aloqa qancha bo'ladi? Bir haftada 2-3 marta. Bu testosteron zo'r degani emas. Qachon erkak kishida testosteron zo'r deymiz? U ishdan charchab keladimi? Jismoniy zo'riqishdan keladimi? Stressda bo'ladimi? Depressiyada bo'ladimi? Farqi yo'q. Ayolning oldiga kelganda xohish doimiy ravishda pik darajada bo'lsa, mana shu insonda haqiqiy testosteron yuqori darajada bo'ladi. Qanaqadir 2 oyda, 1 oyda yoki 1 haftada bir aloqaga zo'r yaradim degani testosteron menda yaxshi degani emas, o'rtoqlar. Endi testosteron miqdori yoshga qarab ham har xil bo'ladi. Aynan 25 yoshdan keyin testosteron miqdori yildan yilga kamayib, pasayib boradi. Mana shuni ham nazorat qilgan holatda aynan o'spirin yoshlar, balog'atga yetgan yoshlar ko'proq sport bilan shug'ullansa, sog'lom turmush tarziga doimiy ravishda rioya qilsa, ertaga yoshi 45-50 yoshga yetganda ham testosteron normada bo'ladi va jinsiy aloqaga o'zida hech qanaqangi ortiqcha shikoyatlar bo'lmaydi. Do'stlar, YouTube platformamizda xudo xolasa sifatli, yaxshi manfaatli kontentlarni olishda davom etamiz. YouTube platformani ham aynan sizlar uchun ochdim, chunki Instagramda juda ham ko'plab taklif bo'ldi. YouTube yuriting, Instagramdagi o'sha postdagi videolaringizdan to'liq ma'lumot ola olmayapmiz. Shuning uchun sizlar yana qaysidir mavzuda qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, marhamat izohlarda yozinglar. Keyingi YouTube mavzularimizda aynan sizga qiziqarli va sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Obuna bo'ling. Nima deydi, yangimiz YouTube'da hali. Xudo xolisa videomiz reydga chiqib yaxshi natijalarga erishsak, xudo xolisa YouTube'da ham ko'plab videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, testosteroningiz doimo yuqori bo'lsin. Hammaga yaxshi kayfiyat, salomat bo'linglar.